Gambitga sochingiz yo'qordi. Yulduz chizib hozir. Yo'q. Yo'q qoldi. Hey! Nima bilan qo'yinglar bolalar? Hey, bu normal narsa emas, bu. Nechasini bunaqa qilishyapti? Sizni sochingiz yo'qordi. Davlat, boshim og'riyapti. Omon aka. Nima? Gambitni mazasi bo'lmayapti. Qarang mana. Davlat, boshim og'riyapti. Hazillashmay aldamayapsan. Bering kamerani chiqishmi? Yo'q, realni. Maqsad men yo'qligini kelish oldinglarmi? Yo, brat, sochidan qattiq yulib yubordi-da, shunga boshi og'riyapti. Sochidan yulsa boshi og'rimaydi-ku. Seryoznimi? Gambitga seryoznimi? Da, ham yulgan joyi bor edi, bilak ko'zim. Turing. Shoshmanglar do'stlar, nimadir bo'lyapti Gambitga. Normalmi hammasi? Da, ko'zim og'riyapti. Ko'zingiz nimaga og'riydi? Boshim ham og'riyapti. Nima? Ko'zim o'tirib ketayotgandek bo'lyapti. Shoshma, sanab ko'ring. Gambitga, hammasi normal emasmi? Men mashina o'taman. Gambitga? Mana buni qarang. Ey, ko'zingizga nima qildi? Nima qilgan? Do'stlar, bu вообще normal narsa emas. Ichimda kimdir bordi, jigar. Aka qo'ying. Men qo'rqaman, klon qani o'sha yerda. Chiqmaydi, yo'q, ishdi. Shoshma, bu. Nima bu? Klon Gambit sehrlab oldi boya yulduz bilan. Sochini yoqdi-yu, ko'rdingizmi? Bu hazil emas bu. Agar Gambit hazillashmayotgan bo'lsa, men to'g'risi Gambit hazillashadi deb o'yladim boshdan. Chunki ko'zi ishiganda linza kiyib oldi. U o'zi oqarib ketmaydi-ku, yuz bilan. Klonga aylanayotgan bo'lsa-chi Gambit ham. Jinnim, sen bunaqa bo'lish mumkin emas. Hammasiga klon hozir javob berish kerak menga.